Diqqat aholiga shoshilinch xabar. O'zgidromet agentligi o'zbekistonliklarga 9, 10, 11 yanvar kunlari uchun tezkor ob-havo ma'lumotini e'lon qildi. Barcha tayyor bo'lsin. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar, tezkor yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videorolik ostiga like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Like bosganlar video oxirida 15 ming so'm egasi bo'lasiz. Diqqat qiling, Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatida ba'zi joylarga tuman tushadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Havo harorati 9 yanvar kuni kechasi 3-8 daraja sovuq bo'ladi. 10-11 yanvar kunlariga kelib asta-sekin ko'tariladi. Kechalari 2 daraja sovuq, kunduz kunlari 3-8 daraja iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatida yog'ingarchilik kutilmaydi, ba'zi joylarga tuman tushadi. Havo harorati 9 yanvar kuni kechasi 3 daraja sovuq, 10-11 yanvar kunlariga kelib 3-8 daraja iliqqa ko'tariladi. 12 yanvarda 2-7 daraja iliq, kunduz kunlari 8-13 daraja iliq bo'ladi. Toshkent, Samarqand, Sirdaryo va Jizzax viloyatida yog'ingarchilik kutilmaydi, ba'zi joylarga tuman tushadi. Shamol sharqdan 8-13 metr/sekund tezlikda esadi. Havo harorati 9 yanvar kuni kechasi 2 daraja sovuq, kunduzi 8-13 daraja iliq bo'ladi. 10-12 yanvar kunlari kechasi 0-5 daraja iliq, faqat 10 yanvarda ba'zi joylarda 2 darajagacha sovuq bo'ladi. Kunduz kunlari 10-15 daraja iliq bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi, ba'zi joylarga tuman tushishi mumkin. Shamol sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Harorat 9-10 yanvar kunlari 0-5 daraja iliq. 11-12 yanvarga kelib 3-8 daraja iliqqa ko'tariladi. Kunduz kunlari ham 10-15 daraja iliq bo'ladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi, ba'zi joylarga tuman tushishi mumkin. Shamol sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 9-10 yanvar kunlari 0-5 daraja iliq, 11-12 yanvar kunlari 3-8 daraja iliq, kunduz kunlari 9 yanvarda 10-15 daraja iliq, 10 va 12 yanvar kunlariga kelib 13-18 daraja iliqqa ko'tariladi. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi, ba'zi joylarga tuman tushishi mumkin. Shamol sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Harorat 9 yanvar kuni kechasi 0-5 daraja sovuq, kunduzi 1-6 daraja iliq bo'ladi. 10-12 yanvar kunlari kechasi 2 daraja sovuq, kunduzi 11-12 yanvar kunlariga kelib 3-8 daraja iliq. 12 yanvarda esa 1-6 daraja iliqqa ko'tariladi, deyilgan xabarda. Xabarlarimiz keng tarqalib, barcha fuqarolarga yetib borishligi uchun erinmasdan like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang.